Manchester City Abduqodir Husanovga yangi shartnoma taklif qilmoqchi. Manchester City rahbariyati klubning eng samarali himoyachilari bo'yicha yakuniy qarorga keldi va ularni uzoq yillik muddatga jamoada saqlab qolish maqsadida yangi va yaxshilangan maosh shartlarini taklif qilishga qaror qildi. Hozirda shaharliklar asosiy e'tiborini jamoada yuqori ta'sirga ega bo'lgan ikki futbolchi, o'ng qanot himoyasida porlayotgan Mateus Nunes va markaziy himoyada o'zini namoyish etayotgan Abduqodir Husanovga qaratmoqda. Ular bilan yangi va shartlari yanada qulaylashtirilgan shartnomalar tuzish imkoniyati ko'rib chiqilmoqda. Mateus Nunes bu mavsumda Manchester City'ning eng yaxshi va asosiy o'ng qanot himoyachilaridan biri sifatida o'zini ko'rsatdi. Portugaliyalik futbolchi asosiy vazifasini mustahkamlash bilan birga bosh murabbiy Josep Guardiola qo'l ostida yangi pozitsiyaga ham to'liq moslashdi. Shu mavsumda u barcha musobaqalarda 30 dan ortiq o'yin o'tkazdi va klubdagi 100-o'yiniga yetganidan so'ng taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Nunes 2023-yilda Wolverhamptondan 53 million funtga Manchester City'ga ko'chib o'tgan va hozirga kelib jamoaning eng universal va ishonchli o'yinchilaridan biriga aylandi. Uning mukammal o'yini Kyle Walkerning o'rinbosarini qidirishni deyarli shart qilmay qo'ydi. Abduqodir Husanov esa klubga 2025-yil yanvarda qo'shilganidan so'ng Angliya Premyer Ligasida eng istiqbolli yosh himoyachilardan biri sifatida o'zini ko'rsatdi. Markaziy himoyadagi ishonchli harakatlari muxlis va mutaxassislarning e'tiborini tortdi va keng futbol jamoatchiligi tomonidan yuqori baholandi. Husanov Etihad stadionida muxlislarning sevimli futbolchisiga aylandi. Uning Real, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Newcastle kabi kuchli jamoalarga qarshi o'yini alohida e'tirof etilmoqda. 40 million yevroga shoshilinch transfer sifatida olib kelingan Husanov 15 oy ichida noma'lum futbolchidan jamoa yetakchisiga aylandi. Yangi qarorga ko'ra Nunesning Etihad bilan shartnomasi 2028-yil yozigacha, Husanovniki esa 2029-yil yarmigacha amal qiladi. Hozircha ularning shartnomasi tugash xavfi yo'q. Shu bilan birga klub rahbariyati ularning maoshini oshirish orqali futbolchilarning ahamiyatini tan olish va kelajakda jamoa asosini ular atrofida qurish istagini ko'rsatmoqda. Bu harakatlar keng ko'lamli shartnoma ishlari doirasida amalga oshirilmoqda. Manchester City shuningdek yozda ketishi mumkin bo'lgan futbolchilarga tayyorgarlik ko'rmoqda. Shuning uchun asosiy va yuqori salohiyatli o'yinchilarni saqlab qolish yanada muhim ahamiyat kasb etadi. Yangi shartnomalar orqali sport direktori Hugo Viana jamoa yetakchilarini mustahkamlab, klubning kelgusi mavsumlardagi asosiy qatlamini shakllantirishga intilyapti. Bu qarorlar Nunes va Husanov uchun yuqori baho va e'tiborni, shu bilan birga Manchester City'ning ularga qaratayotgan ishonchini ko'rsatadi.